Biz Jizzax viloyatining Forish kengliklaridamiz. Ilgari faqatgina tashlandiq yoki yaylov vazifasini o'tagan 1100 gektar maydon bugun O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi muvaffaqiyatli amalga oshirilgan mega loyihalardan biriga aylandi. Men atrofimda turgan ushbu fotoelektr stansiyasi quyosh panellari 1 yilda 1 milliard kilovat soat yashil energiyani ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Bu 25 yil davomida O'zbekiston uchun toza ekologik va quyosh nuridan yashil energiyani, ya'ni 27 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarish degani. Bunga tutash hududda esa Zafarobod 220 podstansiyasi ham barpo etilgan va bu bevosita viloyatning turli xil tumanlari va shaharlariga ham elektr energiyani yetkazib beradi. Jizzax viloyatining keng hududida barpo etilgan ushbu yirik quyosh elektr stansiyasi mamlakatimizda yashil energetikani rivojlantirish yo'lida amalga oshirilayotgan muhim loyihalardan biridir. Mazkur loyiha viloyat markazidan 30 km, poytaxt Toshkentdan esa qariyb 200 km uzoqlikda joylashgan. Uning umumiy quvvati 500 megawattni tashkil etadi. Bu esa minglab xonadonlarni barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlash imkonini beradi. Respublikamizda ham yashil energiyaga bo'lgan e'tibor yildan yilga oshib boryapti. Buni o'sha yurtimizda qurilayotgan qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari, qayta tiklanuvchi energiya manbalari bo'yicha katta mega loyihalar, aholi xonadonlarida, tadbirkorlik subyektlarida, ijtimoiy soha obyektlarida qurilayotgan qayta tiklanuvchi energiya manbalarini misol keltirishimiz mumkin. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan 2026-yilning dastlabki choragida 2 milliard kilovat soatga yaqin elektr energiyasi ishlab chiqarilgan respublika bo'yicha. 2025-yilning mos davriga nisbatan bu 43% ga ko'pni tashkil qiladi. Ya'ni qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi ulushi yildan yilga oshib boryapti. Xuddi shunday Jizzax viloyatida ham Jizzax viloyati Forish tumani Egizbuloq mahallasida Xitoy kompaniyasi bilan hamkorlikda quvvati 500 megawatt bo'lgan quyosh fotoelektrik stansiyasi 2025-yilda dastlab ishga tushirildi. 2025-yil dekabrdan 2026-yil fevral oyigacha test rejimida ishga tushirildi. Shu bugungi kungacha ushbu quyosh fotoelektrik stansiyasi hozir to'liq ishga tushirilgan bo'lib, ushbu fotoelektrik stansiyadan bugungi kungacha 105 million kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarishga erishildi. Mega loyihani amalga oshirish uchun Egizbuloq mahallasidan 991 gektar yer maydoni ajratilgan bo'lib, quyosh panellari o'rnatilgan. Ushbu quyosh panellaridan ishlab chiqarilgan elektr energiyasini 220 kilovolt tarmoqqa uzatish uchun o'sha hududda 220 kilovolt Zafarobod podstansiyasi qurilgan. Ushbu podstansiya, ya'ni tranzit podstansiya bo'lib, Sirdaryo viloyatidagi Go'zal podstansiyasi orqali tarmoqqa bevosita ulangan tranzit liniya hisoblanadi. Bugungi kunda o'sha qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan elektr energiyasi ishlab chiqarilayotgani yuqorida aytganimizdek sezilarli darajada oshgan. Oldinlari e'tibor bersak, elektr energiyasida ko'plab uzilishlar bo'lardi, ya'ni cheklashlar kiritilardi o'sha quvvat tanqisligi paytlarida. Hozirgi kunlarda bu narsaga ehtiyoj yo'q. Aholini, ijtimoiy soha obyektlarini, tadbirkorlik subyektlarini elektr energiyasi bilan ta'minlashda o'zining o'rniga ega. Jizzax viloyatida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish bo'yicha har yili reja belgilangan. 2026-yilda 22 megawattlik qayta tiklanuvchi energiya manbalarini o'rnatish rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda 6,5 megawatt quvvatli elektr energiya ishlab chiqaruvchi fotoelektr stansiyalar o'rnatishga erishildi. Aholi xonadonlarida 2,5 megawatt, tadbirkorlik subyektlarida 3,6 megawatt quvvatli fotoelektr stansiyalar o'rnatishga erishilgan. Bu o'z navbatida 1,5 millionta aholi xonadonlarini uzluksiz energiya bilan ta'minlash degani. O'sha qayta tiklanuvchi energiya manbalarini o'rnatish aholi xonadonlarida, umuman ijtimoiy soha obyektlarida, iqtisodiyot tarmoqlarida uzilishlarni oldini olish degani. Yuqorida aytganimizdek, o'sha oldingi davrga nisbatan uzilishlar ancha kam. Endi tarmoqlardagi avariyalarni hisobga olmaganda cheklash kiritish, tarmoqlarni o'chirib turishni oldini olishda muhim qadam bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, muqobil energiya bu farovonlik sari yo'l degani. Bu yerda barpo etilgan Zafarobod 220 kilovatli raqamli podstansiyasi yashil energiya loyihalari infratuzilmasining eng muhim bo'g'inlaridan biri. Mazkur podstansiya orqali ishlab chiqarilgan elektr energiyasi yuqori kuchlanish darajasida uzatilishiga tayyor holga keltirilib, bevosita umummilliy elektr tarmog'iga yo'naltiriladi.
Podstansiyada o'rnatilgan ilg'or transformatorlar va boshqaruv tizimlari energiyaning uzluksiz, barqaror hamda minimal yo'qotishlar bilan uzatilishini ta'minlaydi. Bu esa ishlab chiqarilgan elektr energiyasining samaradorligini oshirib, iste'molchilarga sifatli yetkazib berilishiga xizmat qiladi. Shuningdek, mazkur inshoot energiya oqimini muvofiqlashtirish, yuklamani boshqarish va favqulodda holatlarning oldini olishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy avtomatlashtirilgan tizimlar orqali podstansiya faoliyati doimiy nazorat ostida bo'lib, texnik xavfsizlik va ishonchliligi yuqori darajada ta'minlangan. Natijada ushbu 220 kilovatli podstansiya nafaqat elektr energiyasini uzatishda asosiy vosita, balki butun hududning energetik barqarorligini mustahkamlovchi strategik ahamiyatga ega muhim obyekt sifatida xizmat qilyapti. Bugungi kunda Jizzaxda nafaqat yashil energiya manbalarini keng joriy etish, balki mavjud tabiiy resurslardan oqilona foydalanish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, joriy yilda viloyatda tabiiy gaz iste'moli 794,7 million kub metr etib prognoz qilingan. Shu bilan birga ishlab chiqilgan aniq chora-tadbirlar asosida 37 million kub metr, ya'ni umumiy prognozga nisbatan 4,7% tabiiy gazni iqtisod qilish reja qilingan. Natijada iqtisoddan keyingi iste'mol hajmi 757,6 million kub metrni tashkil etishi kutilmoqda. Tabiiy gazni iqtisod qilishda bu yerda asosan o'sha 10 ta korxonada ma'naviy eskirgan suv isitish va bug' qozonlarini zamonaviy almashtirish, eskirgan issiqlik tarmoqlarini modernizatsiya qilib yangilash, gaz nostandart, gaz yondirgichlarini almashtirish kabi ishlar amalga oshirildi. Viloyatimizda energiya resurslarini iqtisod qilish bo'yicha 15 ta korxonada energiya audit ishlarini o'tkazish rejalashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda 3 ta tashkilotda energiya audit ishlari yakunlanib, energiya auditorlar tomonidan berilgan tavsiyalarga asosan 3 ta tashkilotda 1,295,000 kilovat soat elektr energiya va 220,000 kub tabiiy gaz iqtisod qilishga erishildi. Hozirgi kunda 4 ta tashkilot bilan shartnomalar tuzish bajarildi. Qolgan tashkilotlar shartnoma tuzish ishlari davom etmoqda. Bundan tashqari viloyatimizda tabiiy gazni iqtisod qilish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar belgilanib, jumladan hudud gaz tomonidan 34 ta gaz taqsimlash shoxobchalarini mukammal ta'mirlash, aholi xonadonlaridagi nostandart gaz yondirgichlarni almashtirish, ijtimoiy soha va davlat tashkilotlaridagi nostandart gazga almashtirish, ma'naviy eskirgan gaz quvurlarini mukammal ta'mirlash va rekonstruksiya qilish ishlari natijasida yiliga 37 million 100 ming kub tabiiy gaz iqtisod qilish rejalashtirilib, chora-tadbirlarni bajarish hisobiga ushbu gazni iqtisod qilishga erishiladi. O'zbekiston 2030-yilga qadar yashil energiyaga, yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha ilg'or mamlakatlardan biriga o'tishni reja qilgan. Bugun albatta 2026-yildanoq tashlanayotgan dadil va mustahkam qadamlar mamlakatning iqtisodiyoti barqarorlashuviga va aholining farovonligiga erishish imkoniyati beradi degani. Chunki uzluksiz va mustahkam energiya ta'minoti bu oilaviy xotirjamlik, mamlakatning esa iqtisodiy barqaror o'sishi degani.